kuniga 4000 6000 rubllik ish qidiryapsizmi? Mana bizda o'sha ish bor. Kuniga 4000 dan 6000 rublgacha ishlab topish mumkin. Undan tashqari, yotoq tekin, registratsiya tekin, 3 mahal ovqatini ham mutlaqo tekin desak bo'ladi. Nima uchun bunday deyapman? Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Oyliklari absolyutno ofitsialniy turda выделение kompaniya topshirib beradi. Ish juda ham yengil. Forma beradi, kurtka mutlaqo tekin. Даже sizga borib kelish uchun velosiped ham mutlaqo kompaniya tomonidan elektrovelosiped, oddiy oyoqda emas. Hammasi qo'lda bajariladi. Ya'ni qo'lda yuradigan elektrovelosipedlar ham mutlaqo sizlarga tekin kompaniya hisobidan beriladi. Bu ish nima ish, qanaqa ish? Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoni albatta oxirigacha ko'ramiz. Hamda videoni boshdan mana shu video kengroq tarqalish uchun, ko'proq musofirda qiynalib ish qidirib yurgan akalarimiz ishli bo'lish uchun mana shu videoga maksimalni like bosib qo'yinglar, hamda Telegram, WhatsApp guruhlarga tarqatib qo'ysizlar degan umidaman. Demak, biz mana shunaqa yaxshi kayfiyatda bugungi yana yangi ishlarimizni sizlarga batafsil tushuntirib o'tishni boshladik. Misol o'sha kuni 3 kunligim 15260 3 kunga? Ha, 3 kunda mana shu pulim tushdi. 3 kunga 15260 ga qancha 16 soat tashladingizmi? Til bilish ham uncha shart emas. Da, Til bilish umuman. O'zi chaqib o'zbek desa ham bo'ladi. Bas 3 mahal ovqat bepul desa ham bo'lar ekan-a bu yerda. Ha, besplat. Gap yo'q mana 3 mahal ovqat kuniga 3500 yo'q deganda 3500 bor. Yotoq, registratsiya mutlaqo bepul, velik bepul. Bunaqasi har hafta rashodlik ham bor. Ishlasa hech qachon yomon emas, muomalasi zo'r. Men ham to'g'risi bunda ishni ko'rmadim hali. Lekin ish yaxshi. Yoqdimi? Ha, yoqdi. To'g'risi aytaman, 9 yillik bir Rossiyaga yurgan bo'lsam, 9 yil? Ha, ishtirokasi asanda ham bu darajada oson ish topmagan. Chunki 14 soatlab ishlayapmiz. 14 soatda ishlayapsiz. Значит, уже sizga дополнительно yana bor. Shu yoqda o'tiramiz, ketamiz samokat. Kartaga o'zidan o'zi tushadi. Mana bitta 21500 qilib bersam, bu yoqda mana buni ham qo'shiladi. Mana 4126 1500 rubl bor. Mana 17847 rubl bor. 3600 bor. Bu yerda mana o'zimning familiya ismlarim, hamma narsalarim bor mana. Ana xalasi ko'rsatib beraman mana. O'zim o'sha mana Nurmuhammedov OTBga hamma narsam mana chiqib kelgan. Bu yerda jamoat bo'lib, namoz ham o'qishyapti. Eng главный вопрос namozga sharoitlar bor ekan mana. Registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki deport zapretingiz bormi? Buni tekshirmoqchimisiz? Yoki Trudodagor o'zimliklar xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. +7964 745 11 11 raqamlarga Avaz akamizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan 3 oy turib bazada turadigan eng ishonchli va kafolatli registratsiya xizmati, deport zapret tekshirish xizmati, Trudodagor o'zimliklar hamma xizmatlarni sizlarga Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun yana 16-aprel sanasi bilan 2025-yil ikkinchi yangi ishimizni chiqaryapmiz Moskva territoriyasi bo'yicha. Ya'ni Moskvada yurgan akalarimizga ajoyib qulaylik, ajoyib imkoniyat. Bunaqasi hali bo'lmagan. Sizlarga ajoyib ish chiqyapti. Moskvadan kuryerlik, ya'niki elektrosamokatda, elektrovelosipedda ovqat o'sha bu lavka skalati bo'ladi, ya'niki samokat skalati hamma biladi. Bir joydan olasiz, 2 kilometr radiusda borib egasiniga tarqatib kelasiz. Mana shunaqa ish xolos. 2 kilometr, 3 kilometr radiusda berasiz. Har joydan olmaysiz tayyor zakasni. Faqat bir joydan olasiz. Samokat, dostavka, erkaklar 18 dan 45 yoshgacha, smenasi 4000 dan 6000 gacha nimadan zavisi deydigan bo'lsanglar, bu olib borgan zakasinglardan. Qancha ko'p zakas olib borsanglar bir kunda, shuncha ko'p oylik yoziladi. Ya'niki qancha tezroq harakat qilib tezroq olib borib tashab kelaversanglar, shunaqa oylik tezroq chiqaveradi. Ko'proq chiqadi. Xo'p, bundan tashqari yotog'i tekin, registratsiya yotoq joyga qo'yib beradi. Bu ham tekin. Trudodagi выделение kompaniya topshirib beradi. Undan tashqari video boshida aytgandek 3 mahal ovqati ham tekin. Nima uchun 3 mahal ovqat tekin degani, bu sizlarga 3 mahal ovqat beradi degani emas. Faqat men sizlarga aytmoqchimanki, har hafta 1800 rubldan sizlarga samokat o'zi kupon beradi. Har hafta sizlarga 1800 rubldan. Mana shu 1800 rubllik xohlagan produktni o'sha samokatni o'zidan bemalol sotib olishingiz mumkin. Ya'ni siz bir haftaga, masalan, 1800 so'mlik produktni sotib olsangiz, menimcha bu bir haftaga siz uchun
maksimal darajada yetadi. Chunki bir oyda 4 hafta bo'ladigan bo'lsa 1800 so'mdan 2000 dan degan bo'lsak 8000, 7500 rubl bir oyga 3 mahal ovqatlanishga 200% javob beraman yetadi. Chunki biz ham bir oyda 5000, 6000 rubl pitaniyaga sarflardik. Mana sizlarga imkoniyat. Yotoq tekin, registratsiya tekin, undan tashqari har hafta 1800 rubldan kupon, mana shu kupondan bemalol o'zingizga produktni sotib olib kelsangiz bo'laveradi. Bemalol mana ko'ryapsizlar, kompaniya sizlarga shunaqa sharoitni yaratib beradi. Demak, dastavka uchun sizga velosiped, elektrovelosiped beradi, u ham tekin. Ustingizga sovuq otsangiz kurtka beradi, u ham tekin. Faqat shu velosipedni, shu elektrovelosipedni mina olasangiz bo'ldi. Boshqa hech narsa sizlardan talab qilinmaydi. Moskva patent bo'lishi shart. Chunki bu kuryerlik ishimiz, samokatimiz butun Moskva bo'ylab joylashgan. Butun Moskvada. Shuning uchun Moskva dokumenti bor, 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkak akalarimizga ajoyib imkoniyat. Ekrandagi nomerlarga srochno telefon qilib, tezda o'zingizlarning joylarini band qilib qo'yinglar. Chunki bunaqa imkoniyat har doim ham chiqavermaydi. Puliga aldamaydi. Smenasi 4000, 6000 rublgacha. Men bilaman, bolalar kuryerlar 2000 gacha oylik olganini. O'zim shaxsan o'zim borib ko'rib, gaplashib, ko'rgan joylarimni aytyapman. Xuddi o'sha kompaniya bu ishga men 1 yil oldin ham odam jo'natganman, 1 yil oldin ham borib o'rganganman, o'sha joyda yotoq joylar bilan tanishib chiqqanman. O'sha ishga yana odam kerak. Endi bundan buyog'i yana sezon issiqqa ham chiqib qoldik. Qishda ko'pchilik qishda sovuq deyshganda, mana endi xudo xolasa bahor, yoz buyog'i inshaalloh xudo xolasa kuryerlarga yanada osonlashadi. Shuning uchun kim mana shu dastavka ishini amallayman, Zuhriddin, men elektrovelikda eng yengil ish mana shu velosiped haydash bo'lish kerak. Chunki o'sha joydagi ishchilar ham men borganimda aytgan, Zuhriddin, shu umrim davomida bunaqa oson ishni ko'rmaganman deb realni aytishdi. O'shaning uchun sizlarni ham taklif qilib qolamiz mana shu kompaniyaga va mana shu joyga kelib ishlashingizni biz juda ham xohlab qolardik. Bemalol kelinglar, ko'ringlar. Inshaalloh yoqsa, bugundan ishni boshlasanglar bo'ladi. Ha, aytgancha oyligi 1 oyda 1 marta. Birinchidan 30-gacha pulini keyingi oyi 15-sida olasizlar. 1 oyda 1 marta. Har hafta avans. Ya'ni 1 hafta ishlaysiz, 1 hafta davomida 6 kun ishladingiz, misol uchun. Keyingi hafta juma kuni mana shu o'tgan hafta 6 kunni hisobidan har kuningizga 1000 rubldan 6000 rubl avans tashab beradi. 5 kun ishlasangiz 5000 avans tashab beradi. 7 kun ishlasangiz 7000. Kuniga 1000 rubldan avans yozilib ketaveradi. Xohlang avans oling, xohlang olmang. Bu o'zingizning ishingiz. Chunki avans oylikdan yechib olinadigan summa. Mana shunaqa ajoyib ish vakansiyada kimga agar nimadir tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga tezda telefon qilib, o'zinglar uchun men aytgan ustovalarni ham bir qator so'rab olinglar. Zuhriddin shunaqa dedi, rostmi deb hammasidan otido bilib olinglar. Keyin u yerga borganingizda tilinglar uzun bo'ladi. Ya'niki men sen bilan gaplashgandim, mana shunaqa kupon berardim, misol uchun 1800 dan. Qani meni kuponimda bemalol talab qilaverasizlar. Shuning uchun iltimos, biz juda ham ko'p ish chiqaramiz. Qaysidir joylarda adashib ketib qolishimiz mumkin. Beayb Parvardigor deydi. Shuning uchun iltimos maksimal darajada bizni aytgan informatsiyalarimizni ekrandagi nomerlardan ish beruvchidan ham to'liq o'zingizlar uchun iltimos utashnik qilib olinglar. Ya'niki o'sha men aytgan gaplar bu menejer aytayotgan gaplar bilan bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Shunda siz ertaga borganingizda tilingiz uzun bo'ladi. Shuning uchun doim men sizlar tarafdaman. Doim sizlarni qo'llab-quvvatlayman. Nimadir muammo bo'lsa kommentariyaga yozsanglar, biz sirrazi sizlarga aloqaga chiqamiz. Muammoni qo'limizdan kelgancha sizlar tarafga hal qilib beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan har doimdek Zuhriddin Musofir bo'ldi. Keyingi efirlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Zuhriddin Musofir kanalida qolasizlar degan umiddaman. Hammaga xayr.